Assalomu alaykum. Men Luqmonova Madina, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali talabasiman. Bugun biz sizlar bilan zamonaviy o'qituvchiga qo'yiladigan talablar mavzusini o'tamiz. Bunda bu mavzuni 3 reja asosida ko'rib chiqamiz. Birinchi rejamiz zamonaviy o'qituvchining shaxsiy sifatlari va pedagogik madaniyati. Ikkinchi rejamiz o'qituvchining zamonaviy tarbiyaviy vazifalari va uchinchi rejamiz kasbiy o'sish va o'z ustida ishlash talablari. Biz zamonaviy pedagog shaxsiga qo'yiladigan talablar haqida gapiradigan bo'lsak, hozirgi zamon o'qituvchisining asosiy fazilatlaridan biri o'z kasbiga sodiqligi, g'oyaviy e'tiqodliligi, o'z kasbini sevishi, uni boshqa kasb egalaridan ajratib turadi. Chunki maktabda ta'lim-tarbiya ishining yuqori saviyada olib borilishi faqat o'qituvchiga, uning kasbiy tayyorgarligiga bog'liq. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan muhim talablardan biri shuki, u o'zi o'qiyotgan predmetlarini chuqur bilishi, uning metodikasini o'zlashtirib olgan bo'lishi zarur. Hozirgi zamon o'qituvchisi va ayniqsa boshlang'ich sinf o'qituvchisi milliy qadriyatlarimizni bilibgina qolmay, keng ota-onalar jamoatchiligi ichida, sinfda uning otashin targ'ibotchisi ham bo'lishi kerak. O'qituvchi kasbiga xos bo'lgan muhim talablardan biri bolalarni sevish, ularning hayoti bilan qiziqish, har bir shaxsni hurmat qilishdan iboratdir. Bolani sevgan, butun kuch va bilimini bolalarning kelajagi, ularni vatanga va sodiq fuqaro qilib tarbiyalashga safarbar qila oladigan insongina haqiqiy o'qituvchi bo'la oladi. Bolaga befarq, uning kelajagi bilan qiziqmaydigan, o'qituvchilik kasbiga layoqatsiz inson haqiqiy o'qituvchi bo'la olmaydi. O'qituvchilik kasbiga xos bo'lgan bunday fazilatlarni undagi pedagogik odob shakllantiradi. Pedagogik odob o'qituvchining yuksak kasbiy fazilatidir. U o'qituvchining savodli bo'lish, o'z hissiyotini idora qila olish, bolalarga pedagogik ta'sir o'tkazish vosita va me'yorlarini belgilashi va aniqlashga yordam beradigan fazilat hisoblanadi. Yuksak pedagogik odobga ega bo'lgan o'qituvchigina sinfda mo'tadil psixologik iqlim o'rnata oladi. Bolalar qalbiga tez yo'l topa oladi. O'z xizmati xususiyatiga ko'ra o'qituvchi tashkilotchilik fazilatiga ham ega bo'lmoq lozim. Buning uchun o'qituvchi tashabbuskorlik va tashkilotchilik qobiliyatiga ega bo'lib, har doim tetik, g'ayratli, o'z kuchi va imkoniyatiga ishongan bo'lmog'i zarur. Tashabbuskor va g'ayratli o'qituvchi bolalarni o'z orqasidan ergashtira oladi. O'quvchilar unga ergashadi. Ayniqsa qadriyatlarimizni o'rganishga, o'zligimizni tanishimizga, qadimiy madaniyatimizni bilishga ehtiyoj katta bo'lmoqda. Zero bu narsalarni bilmay turib mustaqilligimizni mustahkamlab, buyuk davlat qurib bo'lmaydi. Shunday ekan, boshlang'ich sinfdan boshlab bolalar sharqona tarbiya ta'siriga olinmog'i, milliy qadriyatlarimizni bilmog'i lozim. Bu o'qituvchidan shu sohada chuqur bilimga ega bo'lishini talab qiladi. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.